Har doimgidek yana Mercedesdan bizga sovg'alar do'stlar. Bularning ichida menga shu noodatiy jahon chempionati munosabati bilan ko'rib turganlaridek Let's Go Korea Mercedes o'zini maxsus podarkal sovg'alarini taqdim qilishdi. Bizga ham inshaalloh mana bittasini berishgan ekan. Hamkorlarimizga hamdam rahmat deb qolamiz. Xo'p, ichini ochib ko'ramiz birga do'stlar. Birinchisi shunaqa Mercedesdan chiroyli barsetkalari bilan ichida kattagina joylari bor ekan. Mana juda chiroyli, suv ichishga juda qulay. Haqiqiy Mercedes shug'ullanish uchun ko'chada bemalol ichib yursa bo'ladigan. Xo'p, ichida yana narsalari bor ekan. Xo'p, do'stlar, bunisi menimcha cover, mashinaning ustiga chiroyli qilib yopib qo'yadigan. Haqiqiy Mercedesda original chiroyli suv o'tkazmaydigan coverlari bor ekan. Mana shunaqa bo'yinbog'lari bilan bu korotkada. Xo'p. Korobkasida Mercedesdan menimcha futbolka, juda chiroyli futbolkalar taqdim qilishadi o'zining original logolari bilan. Xo'p. Keyingisi mana yana qo'shimcha aksessuarlar, sharflar, yana bu narsalar bor ekan Mercedesda. Inshaalloh bugun albatta Portugaliyani yutamiz do'stlar. Hamisha aytgan guruh O'zbekiston terma jamoasini qo'llab-quvvatlaydi. Hamkorlarimizga esa rahmat deb qolamiz. Salomat bo'linglar.